Xitoy biznesmenlari hammasi birinchi o'rinda O'zbekistonga kiryapti. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga ham kiryapti. Ko'pincha O'zbekistonga, chunki taklif qilyapti hammasini. Lekin ichki biznesmen tadbirkorlarni hammasini sindiradi, chunki Xitoyda rosa pul katta. Keyin davlat ularni podдержка qiladi, befoiz, beprosent kredit beriladi agar tashqarida borib biznes qilmoqchi bo'lsa. Chunki Xitoyning o'zida joy kam, konkurensiya katta. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda konkurensiya kam, kelib mahsulotlarni, zavodlarni, fabrikalarni hammasini ochib oladi. Raqobatlashib bo'lmaydi ular bilan, xitoyliklar bilan, chunki juda ham pullari katta, bizda pul kamaydi. Shuning uchun hamma joyda Xitoy bosib olgandan keyin xo'sh, o'zbek xalqi ham, tojik xalqi ham, qirg'iz, qozoq xalqi ham ularning qo'lida ishlaydi. Nomiga misol davlat bo'ladi, nomiga millat bo'lgani bilan katta ishxonalar, fabrika, zavodlar o'shalarning qo'lida bo'ladi. O'shalarning qo'lida injener, yurist, sotuvchi bo'lib ishlaydi o'zbek, tojik, qirg'izlar. Mana shuning uchun harakat qilish kerakki, o'zimizni xalqni podдержка qilishga, o'zimizdan tadbirkorlar chiqsin, o'zimiz hamma zavod, fabrikani ochaylik. Harakat qilinglar, xitoyliklarni kirgizmanglar. Rahmat, sog' bo'linglar. O'z fikrlarini qani yozib qoldiringlar, qani eshitaylik.